alaykum, hurmatli fuqarolar, tadbirkorlar. Mana bugun har galgidek tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor edi. Bugungi uchrashuvimiz Madaniyat mahallasida bo'lib o'tmoqda. Bugun sizlarni tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, agar kredit olasizlarmi, boshqa masalalaringiz bo'ladimi, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimda kim murojaati bo'lsa, marhamat kelib aytishingiz mumkin. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Shohlar Galabotir mahallasidaman. MTJimiz bor, Tohtidan olgan servis. Apteka shuni ish boshqaruvchisi. Hozirgi kunda aytaman oldin yechmay sababli shu 100 million kredit chiqarishga ishni yordam berishingizni so'rayman. Aylanmaga sizga 100 million so'm. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasa 100 millionlik bizlarda kreditlarimiz bor. 100 million so'mgacha garovsiz kredit ajratishimiz mumkin. Buning uchun sizga hozir hujjatlarni yozib beramiz. Qanaqa hujjatlar kerak? Siz bizlarga o'sha hujjatlarni olib kelsangiz agar, taqdim etsangiz agar, tez orada